Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun İsa Efendim'nin kömür sözleriga ve onu yetkizgen Abdülcelal Ahmet Efendim'e köpten köp rahmet. Endi men özümni sahnada qilishga taklif qilay. Men sizlarga xalqaro munosabatlarda obraz qurilishi degan xalqaro munosabatlarda obrazning ahamiyati degan temada leksiya so'zlab beraman. Vaqtim 30 minut. Aşırıversem qat'iy mudohala qiling. Qilchirayim qilma. Ben xalqaro munosabatlarda obrazning ahamiyati to'g'risida so'zlamoqchi. Çünkü bizdeki xalqarodagi hozirgi da'voyimiz, bizning kurashimiz asosligi lobbichilik, ommaviy diplomatiya yoki xalq diplomatiyasi shaklida davom qiladi. Bu shaklda bizdeki obrazimiz intayin muhim. Endi obraz degan vaqtda bizning kallamizga nima keladi? Bu intayin muhim. Obraz degan nima desak, obraz degan ma'lum bir shaxs, tashkilot yoki davlatning kishilarning nazaridagi ko'rinishi. Ben obrazniki bu yerda shuni eslatib qo'y, obrazniki lug'at ma'nosiga to'xtalmayman. Bu faqat xalqaro munosabatlar ilmidagi yoki boshqarish ilmidagi obraz boshqarish, image managementniki iniqlaması. Ma'lum bir shaxs, tashkilot yoki davlatning kishilarning nazaridagi ko'rinishi. Ma'lum bir shaxs, tashkilot yoki davlat haqida kishilarning zihnida shakllangan tasvir. Ma'lum bir shaxs, to'plulik yoki davlatning boshqalarga bermoqchi bo'lgan yoki bergan ta'siroti. Qaysi nuqtadan yig'inchoqlab ekansak, ya'nilam obraz degan bizning boshqalarning nazaridagi rasmimiz, boshqalarning nazaridagi obrazimiz. Ko'rinishimiz. Endi obraz shaxsiy obraz, shaxsning rasmidir, tashkiliy obraz tashkilotning rasmidir, milliy obraz bir millatning, davlatning rasmidir deb bu yerda simvollik bo'lsin deb dunyodagi eng simvollik masjid bilan cherkovniki nimasini ko'rinishini qistirib qo'ydim. Buni ko'rgan har qanday bir odam noiti jeb narsani his qila oladi. Yuqoridagi xristian dindan sit shu millatniki boshqa tarkibini his qila oladi. Buningdan masjidning obrazidan musulmon ekanligini va undan boshqa nurg'un narsani his qila oladi. Chunki bu har ikkilisi nuqul dindan halqib adabiyot san'atga taraqqiy qilgan. Masalan, binokorlik san'ati desak, bir kirisning bo'lganligiga qarab, uni xristian binokorligiga, agar bir hilol ayning boriga qarab, uni islom binokorligiga, me'morchiligiga simvolkan deb bilalaymiz. Shuna bu intayin muhim. Ama obrazniki texmi muhimligini yoki qanchalik muhimligini his qildirish uchun men sizlarga bir video qo'yib beraman. Bu video BDT Balla fondiniki Gruziyaning poytaxti Tbilisiga olib borgan bir qatorliq ijtimoiy tekshirishi. Oldindan videoni bir ko'raylik, undan keyin men mazmunni tushuntiraman.
Videodan ko'rayotganimizdek, bu qizni chiroyli yasandirib, chiroyli girim bilan ko'chada qo'yib qo'yganda nurg'un kishilar bunga hissdoshlik qiladi. Ammo o'xshash bir qizni namrat shaklda rassiz kiyimlari shunday shaklda qo'ygan vaqtda qo'ygan vaqtda bu qizga o'xshash hissiyat, o'xshash muomalada bo'lmaydi kishilar. Birinchisi kishilar yaxshi muomala qiladi, yo'ldan o'tganlarga kuladi. Hatto tamoq yegan yeriga borgan vaqtda yeniga ilib o'ltirg'izib tamoq yegizgisi keladi. Ammo o'xshash qiz keyin borgan vaqtda hatto yendiki ayol so'mkasini tortib oldi, undan ansirab yoki uning kiyimini yuqib ketishidan ansirab xizmatchiga buni chiqib ketinglar deydi. Demek bundan biz kişilerge tashqi ko'rinishning ne kadar muhimligini his qila olamiz. O'xshash bir faoliyatni o'xshamagan kishilar olib borsa, o'xshash bir so'zni o'xshamagan kishilar desa, o'xshash bir so'zni o'xshamagan kishilar o'xshamagan shaklda desa, buningki kishilarningki kallasiga ko'rsatadigan ta'siri, harakatiga ko'rsatadigan ta'siri mana shunday zo'r farqlanadi. Endi biz bunu o'zimizniki nimasiga bog'lay olamiz? Albatta bog'lay olamiz. Men o'zimniki shu ota-onamniki, ailemniki Xitoy tarafidan lagerga tutilgandan keyin o'rtaga chiqib mediaga so'zlagan jarayonimni olib kelsam, boshda menda shunday bir tuyg'u bo'ldi. Biz zulm ko'rgan kishi bo'lgandan keyin biraz bechora chiqishimiz kerak. Programlarda külmesligimiz gerek, yoki bek jaranglik so'zlab ketmasligimiz kerak degandekchi. Ammo men barabara shuni his qildimki, qancha radlik, qancha sifatlik, qancha esil kiyinsak, qancha dadil so'zlasak, qancha aktiv energiyalik bo'lsak, shuncha yaxshi ta'sir bo'ldi ekan. Chunki ota-onasi turmaga tutilgan bir bolaning kulgisini dünyada hiçbir insan bu bexudlikdan, pervasızlıktan bo'lgan kulki deb qaymaydi ekan. Onu belki jasoratdan bo'lgan kulki, hayotga bo'lgan umiddan bo'lgan kulki deb qaraydi ekan. Shuni bizniki o kadar davasatida izlashimizniki hech qanday qarshi yo'q ekan deganni men shu jarayonda his qilgan. Buni sizlarga qisqacha so'zlab beray dedim. Endi o'zimizniki temizden dayanı xalqaro munosabatlarda obrazning roli intayin muhim. Hem de intayin muhim deganda albatta uning bir cheki bor. Birinchidan davlatlar xalqaro sahnada innovatga erishishni o'ylaydi. Ya'ni har qanday bir davlat innovatning peshida. Obraz yaxshilashni o'ylaydi. Buning uchun Yevropadagi boy davlatlar hozir buni ichiga Osiyodan Xitoy qatildi. Dünyadaki obrazni yaxshilash uchun milyonlab, milliardlab pul xarjlaydi. Xitoyga o'qishga borgan chet ellik bolalarga faqat xitoycha dars anglab berganlik uchun, o'rganganlik uchun emas, faqat anglab berganlik uchun 2013 da men Lanjodagi bir universitetda kurashgan Turkiyadan borgan bolalarga 530lik mehmonxona darajasida yotoq, oyda shu vaqtning o'zida 5 million Xitoy pulisi yordam o'qish puli berdik. Ularning Xitoychisi shu qadar berbat, bir nihoyatda alam deyildi shu vaqtda 6 oy bo'ldi lekin. Demak, ularning maqsadi nima deganda, shu kishilarni yaxshi ta'sir paydo qilib, yurtga qaytgan vaqtda Xitoyning yaxshi gapini qilsin. China ve Jungu degan gap chiqqan vaqtda ularning ko'z oldida bir go'zal obraz namoyon bo'lsin. Yaxshi edeplik, ahlaklık, keng qo'saq, mert, shunday obraz shakllansin deb qiladi. Ben mikrofonu yaqin tutsam yaxshimikan yoki yiroqroqmi? Men mikrofon bilan o'xshamaydi ekan, shuni kechiring. Menimki xat shaklim o'zgarib ketibdi. Shunda aytib berganlar, bunaqa tuzayman deb tursam, bu ham doktor vaqt tutib oldi. Endi rioya qilishimiz kerak. Shuni
xalqaro sahnada inoat qilishni o'ylaydi. Bu obrazdagi roli obraz xalqaro munosabatlarda rolchilarning qaror olish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Men sizga aytay, masalan, deydi, ko'pincha vaqtda qaror chiqarish nazariyasidan olib o'tgan vaqtda qaror chiqarish mexanizmi yoki odatda ba'zi rahbarlar shu vaqtning o'zidan nima qilmay turib qaror chiqaryotdi-ku. Maslahat qilmay turib, maslahat qilmay turib, kishi to'g'risida bizning yo'limiz bunga. Bunday vaqtda u rahbarningki qaror chiqarishiga obraz ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bir odam keldi, bir qiyinchilikni tilga oldi deydi. Uning yordamchisi, katibi, Türkiye'nin Cumhuriyeti Erdoğan'da tanıştığını bir Uygur kaptiken, sizden koşmak çıkan diyen gap bilen, bir Xitay kaptiken, sizden koşmak çıkan diyen gap Erdoğan'ın kalmasına başka tasir kılıdı da, onun bıdığın yap diyen kararı, şu obrazdaki tasir uçuruydu. Şunun için, aman tepkiler. Yeni özgürlük getirdi. Hep oldu burada. Lakin kaldı. Ayağından çıkmadı doktor. Ayağından kaldı. Şuma pide falan şu. Pide yapma. Çıktı mı? Tamam. Bununki şundak fonksiyası var. Obrazdaki fonksiyaların içinde fonksiya dediğimiz bilmediğinler için onunki oynadığı rolü hizmeti. Bunun içinden birincisi karar çıkarış. Yani devlet başlıklarınınki, manevi organlardaki hizmetçilerinki, hatta elçihanları iltimas kılma vaxtımızda şu andaki konsolunki karar çıkarışına tesir gösterdi. Şu an YouTube'dan video koysana, vize iltimas kılışınınki talepler hakkında, kiyinişki dikkat kılın diyen bir gapını başladı. Çünkü konsol tuncu ağır tasiratı kararken muhtem kılıyordu bazıda. Şuna obrazdaki karar çıkarış fonksiyası var. Hem de ikincisi adlileştiriş fonksiyası var. Yani mesela, bu konuda misal vermesi, yani bayanlıklı misalını vereyim. Türkiye'nin misal kılayım. Türkiye'deki biraz milliyetçilik yanında bir Türk'e Uygur deseniz artık düşüncebilişine haceti yok. Mesela katlaştı, sakçılar tostu, yolda sakçılar tostu, kimlik taşıyordu. Siz uyarda Uygur desinizle böyle taşını utkuzuldu bazı ahlarlarda. Bu adlileştiğine. Yani izlenişki hacet yok. Retkiseliş, kılaylıkan uçurlarını retkiselidir obraz. Obrazını karab durup kişiler 2-3 xil uçur bolsa, obraz karab durup, mesela ne deyimiz, İngilizlerine hiligar deydiğen, Xitaylarını mesela Uygurlarda meynet deydiğen, anlakin şunda kalıplaşka atalarımız ben milletleri şartıdığan, mesela Ruslarını soğuktan deydiğen, anlakin Fransızlarını hissiyatçıyan diyen yapışlar, açtak sözlerimiz var. Anlakin bizim yakın bu mesela atıştıklarını ticaretçi, anlakin başka yurtdakilerine şunda sözleri var. Otellikleri cahil değiliz. Endi yüzlendiriş dediğimiz şu karar çıkarışını başka tarafları yüzlendiriyor. Ben de akademik şekilde olup benim uyumlaştırış, müştak rolleri var halkara münasibetlerde. Hem de halkara münasibetlerde obraz başka ışık gelsek, bu yerde bir noktunu adıyla teklişim gerek, hem de obrazını başka olu buludu, yaxşı yeri. Bir-birinin obrazı naçar bolsa yaxşılığını buludu. Fakat bo'lmasa tık yaxşı. Naçar obrazını yaxşılaştın, yok obrazını jaratish asan. Yani eski bütünlük yaxşı bulmak ters. Ama tümünden eskini bulmayı durup, yaxşını bulmayı durup, yaxşı buluş asan. Şunu halkara münasebetlerde başkuruş ilmini ürün ağam.
yana obraz boshqarish yana boshqarish ilmining bir tarmoqi. O'xshash bir vaqt bor. Endi obrazda boshqarg'ili bo'lgan ekan, uni boshqarish kerak. Biz uchun bu intayin muhim deb o'ylayman. Chunki biz namoyishlarimizda, faoliyatlarimizda biz kishilarga uchur taqtimiz endi. Bularning bizning vatandagilar hozir o'zini dunyoga tanilgan, tanilgan, dardini so'zlaydigan bir ahvolda biz ularga vakil bo'lib qolamiz. Bilib bilmay, bo'lmasa bizni xalqimiz tayinlanib boshqa chiqib Turkiyaga yoki Amerikaga. Ammo biz shu yerda shu millatga vakolatni ish qilayotgan bo'lg'achqa bu narsa bizda avtomatik holatda shakllanadi. Ya'ni nima? Vakillik qilish. Endi bu vakillik qilish uchun bizda vatandagi Uyg'urlarni xalqimizdan eng yaxshi shaklda tushunishimiz kerak, vakillik qilishimiz kerak. Endi xalqaro munosabatlarni cho'ng nuqtadan so'zlaydi. Xalqaro munosabatlarning o'zini cho'ng gap. Shuni obrazdan turli dushman obrazi, ittifoqdosh obrazi, Beqindi obrazi, Jahongir obrazi, Lukchek obrazi, Mustamlik obrazi. Masalan dushman obrazi. Masalan Turkiyada, Gretsiyada yoki Armeniyani bu xil dushman obrazi sifatida tasvirlaydi medialar. Azerbaycan'da bo'lsa, Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'da ittifakdaş sifatida tasvirlaydi. Ondan Beqindi obrazi. Masalan, Saudiya Arabistonda biz Xitoyga biqinib qoldaymiz, Amerikaga biqinib qoldaymiz. Mana shunday Beqindi obrazlarda Jahongir obrazi bugungi dunyoda üçüncü dünyada umuman Amerika Jahongir obrazi sifatida ko'radi, ammo Xitoy hozir yana ba'zilar tarafından yeni mustamlikchilikniki sifatida o'tirib chiqyapti. Yana Xitoy Amerikaning o'rnini ba'zi yerlarda olishga tirishyapti degan desak bo'ladi. Masalan, Afrika, Latin Amerikasi deganga o'xshash. Endi Lukchek obrazi. Lukchek obrazida xalqaro ko'pincha Iran bilan choyshan. Bunishlar xalqaro qonunlarga rioya qilinmaydi. Ko'pincha ahvolda. İsrailiyani bazı bir şey kirib qoladi. Devletlerin talay qonunlarini icra qilmoqlik. Ondan başqa mustamlik obrazi, masalan, biz shuni yaratishga tirishyapmiz hozir. Bu yerda masalan biz Tibetlar, Sharq Turkistonliklar, Xitoyning mustamlikisi deganlar qabul qilib bilamadik, ammo shunday obrazlar bo'ldi. Hozir bu BDT'ninki mustamliksizlashtirish ishg'olisininki vujudida qaraganda shu dunyoda 4 yoki 5 ta rayon bor. BDT hozirgacha mustamliki deb qarab kelgan. Mustamliksizlashtirib bo'lmagan. Ammo qolganlar hammasi mustaqil davlatlar deb qaraladi. Biz Xitoyninki territoriyasi ichida Xitoy nuqtasidan Xitoyning bir butun mustaqil davlat deb qaralamiz hozirgi xalqaro qonun va xalqaro siyosatda. Bizniki buni ayirib chiqib turib, Sharq Turkiston bismillah g'azining bilan isbotlashimizning ta'sir bo'lishidagi sabab mana shu. Endi obrazni belgilaydigan omillarga kelsak, obrazni kishilarning xarakteri belgilaydi, ijtimoiy kultural qurilma belgilaydi, siyosiy tuzumni belgilaydi, iqtisod, jo'g'rafiya, inson huquqlari, tashqi aloqa, fan taraqqiyot, so'z-san'at, ish qo'llashish, tarix, buning hammasini tushundirsak, jib uzrab ketadi, ammo bir qanchisini misol olsak bo'ldi. Masalan, yakuniyat ko'z oldimizga kelganda ko'pincha fan taraqqiyot keladi deyman. Fan taraqqiyot qildi. Yakuniyatga menejment degan gap kichik vaqtimizdan bizning yurtda batdi. Xitoyninki yenisini oluvchi yakuniyatga ko'nisini oladigan bo'ldi. Endi muhit asrash desa kishilarning qilishga Shveysariya keldi endi. Nurg'un davlatlar, Norvegiya degan o'xshash davlatlar. Ondan önce sayohatchilik desa Tayland, Bali, Yeni Zelandiya, Turkiya bu rayonlar keladi. İnson huquqlari tushunsa desak, endi bilib bilmak ishlarning qilmasiga Amerika keladi. Chunki Amerikaning quruvchi filosoflari, quruvchi davlat atimlari inson huquqlarini davlat asos qonunininki ayrılmaz bir qismi qilib dunyoda tunji qatim bekitayotgan. Dunyoning nurg'un yerlarida inson huquqlari haqida kurashlar bo'lgan bo'lsa-mu, xususan Fransiya haqida intayin gavdalik, ammo Amerika buni tunji amalga oshirgan. Shuna Amerika inson huquqlari nuqtasidan ham
maqtilida ham qattiq so'kiladi. Chunki Amerikadan kutadigan eng cho'ng yog'ochqa dunyoda uni ado qilolmag'achqa shuna kishilar ma'lum bo'ladi. Siyosiy tuzumga kelsak, siyosiy tuzumni obrazni belgilaydi. Masalan, Chayshan İran desa, kishilarga xalqaro sistemada diktator degan bir tushuncha keladi. Nimishqa demokratik saylan bilan xalqlar saylanmaydi. Xitoy bu jihatda ma'lumotga o'xshash diktator, ammo Chayshan İranga qaraganda obrazni yaxshi boshqara olgan boshqa xalqlarda u biroz siniqlashtirilgan. Xitoyning bu jihatda O'rta Sharqqa, Afrika qilayotgan talay yordamlari, Amerika Xitoydagi siyosiy maslahat kengashi xalq qurultiyi va kompartiya rahbarligidagi bir partiya rahbarligidagi ko'p partiyalik tuzumda ta'dazlashi Xitoyning xalqaroda Xitoy shaymagan odamlarga xuddi yerim demokratiya bordek tuyg'u bo'lib qo'ygan. Amerika Xitoyning asosiy qonunlarini asosan jumhuriyat tuzumiga uygun bo'lg'achqa kishilar shunday tuyg'u shakllanib qolgan. Şuna bir siyasi tuzumlarına intihar mühim. Mesela Saudi Arabistan desa kişilerin kalması bir padişahınki kalkma büyüyat kılık kilidi öndü. Padişahlık tuzum. Şuna siyasi tuzum coğrafyanınki birikitişide mesela canını birikitidi. Mesela Hindistanlık mesela karantul kişilerini kazadığımızı keltiririz. Neridiyalık mesela pişmak kişilerini kazadığımızı keltiririz. Şunun okşaş bunu her şeyden düşündürmeliyiz. Hem de o biraz başvuruşunki usulleri kelsek, yollarını kelsek halkara münasibetlerde hukukçu almak için programları bununki intihar mühim. Çünkü hukukçularınki kallesi tıkı sattı. 18 yaştan 30 yaş kişi olan ballarını siz yaxşı obrazıdan dikkatini terbiyeleyip yolu satmayısınız da oturuzdan. Ona yurtta kayıtı birini sizden maqtaydı. Çünkü hukukçular hukuklu kelgan yerde ularning uyi yo'q, ularning ota-onasi yo'q, ular milliy muhabbatga muhtoj, yotoqqa muhtoj, o'qish mukofotiga muhtoj. Shuni har qanday davlatda chet ellik o'quvchilarga yerlik o'quvchilar qaraganda e'tibor qiladigan ba'zi bir siyosatlar bo'ldi. Albatta ba'zi davlatlarda chetga qolgan ahvollar bor, lekin har ikkilisi shu davlatning obrazini yaratadi. Chetga qolsangiz tillab ketadi. Qancha qo'yningizni olsangiz, qancha ularga yordam qilsangiz sizni maqtab ketadi. Endi xalqaro faoliyatlar deganda masalan ilmiy noyob yig'inlari, o'sha bizniki bugun yashayotganimizga o'xshash. Undan boshqa BDTda bo'layotgan faoliyatlar masalan. Undan keyin buning ichiga davlat boshliqlarining ziyoratlari. Türkiye'nin reis cumhuriyeti Erdoğan'ın ziyaretke emrak. Cephelerine barıdı. Bağay yerlerde Türkiye'den fişlik gösteriliyor. Şimdi bak, Türkiye'nin bilmeyenler ziyaret ettirip Türkiye'nin hakikaten emniyette bağ hayatından güçlük his kıldı. Çünkü güçlük lider, güçlük rehber. Şu halkara faaliyetler degende bunun dairesi bek çoğun. Bunun içinde mesela sanat, köy gezmelerini kirgizerlerimiz, bunun içinde halkaralık olimpik tenaket yığınlarını katarlarımız, futbol müsabakaları, hemmisini kirgizsek buldu. Ondan keyin azlık yakın kaldı. Az kaptı. Unda ko'zlar xalqaro ziyoratlar buni xalqaro munosabatni boshqa obraz yaratishninki usullari hamda. Endi buning ichida obraz ikki xil shaklda his qilinadi. Biri biyosni boshdan kechirish, biz bilan ko'rishgan bir chet ellik bizni biyosni anglab, vatanimizning dardini anglaydi va bizga hukm qiladi. Bular bunda odam ekandir. Yoki mediadan o'qiydi, vaqtini boshdan kechirish. Yoki do'stlik anglaydi, Uyg'urlarni Xitoyda izlay tutdi, balki Uyg'ur bilan birga yetib qolma, birga qo'yma. U bali yaxshi bo'ldi yoki eski bo'ldi, shunday shakllanadi. Endi yana bu yerda obraz tashviqot, ommaviy diplomatiya va yumshoq kuchlar munosabatlik. Yana tashviqot bilan obraz hem yaratiladi, hem obraz tashviqot uchun xizmat qiladi. O'xshash o'rtanasib bo'ldi. Chunki bizning obrazimiz yaxshi bo'lsa, yo'limiz ochiq bo'ladi. Yo'limiz ochiq bo'lsa, obrazimiz ham texnik yaxshi bo'ldi. Undan keyin ommaviy diplomatiyani shu shaklda o'qituvchilarning almashtirilishi, xalq vakillarining, naqshchilarning, usulchilarning, diniy ulamolarning yurtlarni ziyorat qilib o'zaro bilim almashtirishi degandek, ammo yumshoq kuch deganda bu davlatniki qurol bilan puldan boshqa varlık güçlerine kıyaslıdır. Hem de
yuqorqi nuqtalardan chiqib turib, bizningki hozirgi xalqarodagi obrazimizni qarasak, ben umumiy jihatdan Uyg'urlarningki hozirgi xalqarodagi obrazimizni 4 nuqtaga yig'incha qildim. Balkim biraz salbiy nuqtadan bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo men his qilgan reallik shu, chunki men 2017'lerden başlayıp videolardan hizmet kıldım. Ondan keyin ilm tadqiqotchilardan paylaştım, kitaplardan, materyallardan Uyg'urlarga yozilgan mazmunlarni o'qib keldim. Umuman bizning xalqaro videolar osonlik millat deb tashkil qilyapti. Xitoydagi bir osonlik millat deydi. Bu xalqarodagi bizniki bir umumiy obrazimiz. Bu yerda bir nuqtani eslatib qo'yaylik, bu bizga istash qilgan Turkiyaga o'xshash yoki Amerika, Yevropadagi bizni qo'llaydigan bir qancha millat vakili yoki bir qancha tashkilotning nazariga obrazimiz emas. Bizning do'stlarimiz albatta bizni yaxshi ko'radi. So'yganini qanday bo'lsin yaxshi ko'radi. Ammo so'ymaganlar uchun yoki tanilganlar uchun bizniki yasharlik qiyosida 194 davlatga bo'lgan obrazimizni o'ylashga vaqtda asosiy osonlik millat. Asonlik bir millat degan obrazda biz hozir. Ulardan qolsa Turkiy tilli musulmon bir millat deb tanishtirdi. Asosli. Çünkü Müslüman diyen sözüden Türk diyen söz dünyada tanınıp durgan. Ondan tanıştığı için Türkiye tillik Müslüman bir millet deydi. Bu normal bir kıymet qarash ölçüsü anlayan bir hüküm cümle. Bu yerde ben bunu selbi obraz manasında bağladım. Fakat işte de paraydı da dedim bu Türkiye tillik Müslüman bir millet diyen gap eyüpleş manasında emas, maqtaş manasında emas. Ama aslanlık bir millet diyen gap selbi gap. Bugün aşkın bir millet. Hem de bu yerde aşkın bir millet diyen gapni biz yaktırmayız ama halklarda tadqiqotchilar, axborotchilar, nurg'un siyosiy partiyalar, davlatlar bizni shunday qaraydi. Bunun sebebi biri Xitoyninki bo'lmalar tashviq qilishi, butun Sharq Turkistondagi zulmga qarshi bo'lgan kurashni, milliy mujodala, milliy kurashni terrorlik deb atishi, bugün Uyg'urlarning diniy e'tiqodidagi bir qism kızgınlıkla dini itikaddaki bazı meselelerine aşkınlık deb dünyada teşvik kılışı ve bununla vakitte İslam dünyasının şu aşkınlıkla karşı küreşliğe tam başlayışı. Çünkü Xitoyning işletilayotgan bu sözleri Mısır'ınki, Türkiye'ninki, Saudiya Arabistan'ınki bexatarlik kuchlariga o'xshash bir uchurni berdi. Çünkü bu kişilerle o'xshash kishilardan o'xshash otilayotgan kishilardan kurash qilayotgan bo'lg'achqa ular deydi, undaqda ularni bizning davlatdagi falonga o'xshashgan yoki mana tashkilotga o'xshashgan deydi. Shuning bilan bu yerda bir so'zsiz kelishim shakllanib qoladi. Biz Türkiye'nin İstanbul valiliğini deyip ailemizde tutuyordu deb arz qildik. 18-20 kişi biz ılıklarga qurbonlari mindirilmadi. Shu vaqtda saqchilar bizning ifodamizni olgandan keyin shu saqchilarning kechida bostirib kelishi o'ylarimizga qiz ayollarimizning yig'liqlarini elitishlar emaslar. Degandek nurg'un narsalarni so'zlagandan keyin eng oxirida bir saqchininki men degan gapi shu. Buning ichida faqat majburiy bola tushiritish bilan ondan keyin shu bolalarni davlat maktablariga elib ota-onadan ayirib o'tish, shuni yozg'ili bo'lganda qolganlar hammasi alayda narsa Turkiyadan bordi. Bizim İstanbul'da kuniga necha yerga tushuntirib bostirib kelamiz. Davlat uchun bu normal inson normal tuyulmagan dedi. Demak, kishilarningki qolishi mushtaq shakllanib qolgan. Endi mazlum bir millat degan gaplarda bu reallikqa uygun bo'lsa uygun. Ammo bu ijobiy yozilsa yo'q. Dunyoda hech kim ojizlarga cho'ng yordam qilmaydi, chunki umid kutmaydi. Ojizlarga faqat istajlik qildi. Sizlar o'zinglarni o'ylab qo'yinglar, albatta sizlar tilamchilarga pach pul bersizlar. Pach pullar bo'lmasa, pach pul yo'q deb o'tib ketisizlar yo'ldan. Chunki mablag' solmaslik ularga, jiq pul bermaysizlar. Shuni xalqaroda bizniki bo'libmi? G'olji qatlamidan keyin, Urumchi qatlamidan keyin, 2017dan keyingi keng ko'lamlik etnik qirg'inchilikdan keyin berilgan xabarlar hammasi bizni mazlum bir millatga, izlagan bir millatga tuyg'u keltirib qo'ydi. Undan keyin
bizningki çatlandaki lobichilik faaliyetlerimizdeki hareketlerimizde biz Şarkı Türkistan'daki Xitayga karşı küreşlerini, mesela Bayram İnqilabı yoki başka akıl küreşlerini kişilik hukuklar tutudan hiç çıkmasak mı Xitay kelip bizni işte buzak kıldı dep küreşetsen ondan keyin Xitayning qilgani xato bo'lib bo'lmasa men xato bo'lib qolarmiki deydigan zaif psixik tufaylidan o'zimiz shularga keltirib qo'ydik. Biz Xitoyga qarshi kurashishni, biz Xitoyga mustaqillik talab qilib, ular qarshi qo'zg'olon ko'tarib deb turishtirish o'ylagan medialarga yoki siyosatchilarga. Buni odatga ellishidagi ishlar edi yoki hech qanday gunohsizlik degan gapni jiq qilamiz bizcha. Gunohsiz xalqni tutib so'ladi, gunohsiz deb. Nima istoshlik qilishinadir. Ammo uning salbiy tarafi shuki, jasoratsiz ekan. Cesaretli millet emasken bu deydi. Türkiye'de bunu cekanlayımız, Türkiye'de kılatkan balla var, bilimiz. Yani şu kadar zulmü anlatkan bildiğin sizler nimiş kıldığına deydi. Nimiş karşılık kalmaysan, ben doğan desem, yaşamaydım deydi. Elbette Avrupa, Amerika'nınki bunun tutulduğun pozisyon okşamaydı. Çünkü onlar güç kullanışını halamaydı. Tinçlik, karşılık hareketleri bekle kollaydı. Ama toştu, siz eski atışınız gerekti. Bana vakit versenler yeni bir temiz söz alın 5 minut. Bilir misiniz? Lekin ben kaydı xilafı kılıştı halı bayılan. Ya köpçülük dersi, belki mümkünle yapıdan var köpçülük dersi buldu. Endisi dersi var. Çünkü bunun nimişki değmedi sana çünkü bu intihar mühim. Bu bizden kümüntüde halkalalık obrazımızla karalma. Hem de yapıldıksa bizden loyaltiki halkalalık obrazımızken bu kümüntüde halkalalık obrazımız. Birinciden medeniyetlik bir millet. Medeniyetlik bir millet diyenler içine ilim merifetine suyduğun, sennetine suyduğun hemmimiz kirdi. Nakşı huma diyen gepten tatip, dindar diyen gepçe hemmimiz kirdi. Çünkü insaniyet medeniyetinin içinde din birinci yerini ilgileydi, sennet birinci yerini ilgileydi. Bunların ki birikmiştin bir medeniyet oturuş çıktı. Bu yerdeki medeniyetlik kültürel de düşünsenler buldu. Uygur tilde ben medeniyetlik de aldım. Elbette medeniyetlik de basanlarını buldu, temizlik bulduğun, okuşunu bulduğun, yazışını bildiğin diyenlerden işlesek mi, bina salışını bildiğin, devlet başkoşunu bildiğin diyenlerden işlesek mi bulunurdu. Endi saltanatlik bir millet, biz ötmüşte devlet kurgan, hatta imperiya kurgan. Bu gap hata gap emas. Ama tamamen İsrail'den hurati gap emas. Mesela tümügün imperiya toğuluk gaplar oldu, ilgirki imperiyalarınki katlarla bağlıdır hakkında. Bizde ötmüşümüzde mi imperiyalar konup özele uruş kılgan başkalardan zimini besleyen olsa bugün biz devrimiz. Biz Uygur'la aynı vakitte Kazakistan'ı besleyendik, bu hata. Ama besleyen mi besleyen? Bu mesele değil. Mesele değil hata düşünmeler. Mesele değil. Çünkü başkalarının zimini besleyiş bugünkü dünyanınki halkaya kanun noktasından kişilik noktasından tamamen hata. Onu hiç kim okuyamaydı. Ama ötmüşte bu bozu tahrimeliydi. Bu müştak bir ziddiyetlik mesele, bunu muvafıkat kılsak bunu da ama biz saltanatlik bir millet diyen sözünü dünyaya anlatışımız gerek ki Xoda Amerikalıkla üzerine hem men Amerikalıkla tahrimeliydi hem Amerika'nın İndiyanlara ırkı kırgınçılık yapmağanlıkını roz yapmağan abdan bölmağan dep kubul kılalaydı. Yani küçük insanların hatalıkla kubul kılıştığın korkunçsu yok. Hem de tinçlikte yer bir millet. Tinçlikte yer bir millet diyen obraz bu uruşku üç diyen gap bu. Ama mecbur bo'lganda uruşmay diyen gap emas. Uruşku üç. Ruslarni biz en uruşkumar deymiz ama Ruslarninki bir filmde Uyanın Sehricim Citmo isimli kalmadı. Şu filmde Ruslar uruşni yaxshi ko'rmaydi boshlaydi-chi. Ama uruşni yaxshi ko'rmaydi boshlaydi ama amansız uruş qiladi deydi. Yani biz dunyoga shunday obraz berishimiz kerak. Biz uruşni yaxshi ko'rmaymiz ama amansız uruşimiz ki hakkımızda alırız, ahirgacha uruşimiz. Çok rahmat. Endi mustamlik kılıngan bir millet. Bu sözünü kubul kılışımız gerek, bu obraz atışımız gerek çünkü bu objektifiyallik, bu kemsitılgan söz emas. Mazlum millet diyen gap, menki halkalarda karşılıklı yeni
Uyg'urcha aytsak, kishilarninki ko'nglida tutadigan bir o'rin yo'q gap bu. Ammo besilingan millat, mustamlik qilingan millat deganning xalqaro qonundan o'rni bor, kishilik huquq nazariyalaridan o'rni bor, buni har yerda o'rni bor gap. Ondan keyin hurlik yo'lda kurash qilayotgan bir millat. Terrorlik, asabiylik qilayotgan millat deganning qarshiligi mushu. Şunun karşı tarafındaki söz mü şu? Hürlük yolda kuraş kılayatkan bir millet. Yani biri ırkı kırgınçılıkla karıştırıyatkan millet. Ben ırkı kırgınçılıkla uçurayatkan millet diyen gelmeyi yoktamadım. Çünkü bu bizde icadi obrazımız emas. Irkı kırgınçılıkla uçurayatkan millet diyen bizden objektif reallıkımız. Ama bizden kümüldükdeki obrazımız ırkı kırgınçılıkla karıştırıyatkan millet. Kayseri bir millet. Yani qanchalagan zulmlarga uchragan bo'lsa-mu, qanchalagan bostirishlarga uchragan bo'lsa-mu, ammo kurash qilayotgan, oxirgacha kurash qilayotgan Xitoydagi 50 necha millat osmondan seylab yuqorib ketsin-mu, yuqorib ketmay mavjudlikni saqlayotgan Xitoylar barliq yili maydonlarini ishlatib bo'ysundiramay eng oxirida irqiy qirg'inchilikdan iborat insoniyatningki nazaridagi eng rezil jinoyatni sodir qilishga majbur bo'lgan bir millat. Keçiyorlar uzun riyasetçilik kılıp başkalarının sözünü tolu kesip ama uzun teyittim. Sözüm teyittim. Kötülük rahmet.